Ibrohim alayhissalom juda ham katta o'tlarni to'plab gul ham yoqishdi. Ibrohim alayhissalomning oyoq qo'lini bog'lab o'tga uloqtirishdi. Havoda uchib ketyapti. Shunda Jibril alayhissalom keldida, "Alaka haja ya Ibrohim? Ibrohim, menga bir hojatingiz bormi?" "Ha, ushlab qoling" demadi. U sekundlarda bo'lyapti bu ish. Havoda gaplashyapti buni. Uchib ketyapti, hozir yarim sekundda tushadi o'tga. "Sizgami?" dedi. "Sizga hojatim yo'q. Robbimga hojatim bor, ammo Robbimga aytishga hojati yo'q" dedi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi Ibrohim alayhissalom. Alloh taolo dedi, "Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim." Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'ling dedi. Nima uchun? Hasbunallohu va ni'mal vakil degan uchun.